Именно Majorka Tashkent Instagramga kontentni qo'ymay qo'ydi. Nimaga YouTube kanalida vloglar to'xtab qoldi? Bu mening birinchi o'zbek tilida gapirayotgan vlogim. Не выключай, выйди с машины, ты покажи. Ana o'shanda haqiqiy Majorka boshlangan. Savoliga keladigan bo'lsak, Majorka Tashkent o'zi nima? Driftlar to'xtaydi faqat O'zbekistonda. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar Majorka Tashkent YouTube kanalidasizlar. Bu mening birinchi o'zbek tilida gapirayotgan vlogim. Bugun sizlar o'zingizlarga hamma kelgan savollarga, ya'ni Majorka qanaqa boshlangan va hokazo savollarga javob topasizlar. Gap qissa qilamiz. Bugun sizlar bilan men va o'zim Radnoy akam salom faqat. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz shu narsalar haqida gaplashamiz, что nimaga именно Majorka Tashkent Instagramga kontentni qo'ymay qo'ydi? Nimaga YouTube kanalida vloglar to'xtab qoldi? Men shu savolni senga berardim, Abakir. Nimaga Instagramda kontentni to'xtab qoldi? Endi bu savollarga podpисчикларning o'zi, по-моему, davno tushungan. Qisqa qilib tushuntirsam, o'zingizlar bilasizlar, o'tgan yillari biz kontentni bosayotgan paytlarimiz shahar ancha tinch edi, to'g'ri kelardi. Bunaqa driftlarga, mana bunaqa poygalarga. Endi baribir biz yoshmiz, qonimiz qaynoq, bu narsa ko'tarardi avval. Lekin hozir o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qonunlar juda ham o'zgarib ketgan. Bu narsaga juda strogi qarashyapti. В принципе, o'shaning uchun сейчас уже никак kontentni o'zgartirish vaqti keldi deb o'ylayman. Tak o'rtoqlar savoliga keladigan bo'lsak, Majorka Tashkent o'zi nima? Majorka Tashkent qachon ochilgan? Tak, Majorka Tashkentda qachon ochilganini aytsak, rovno 3 yil oldin, 2023-yil bo'lgan. Majorka Tashkentda nima, qanaqa ochilganiga keladigan bo'lsak, bu o'zi bitta mendan chiqqan g'oya emas, akamdan o'zidan ham chiqqan g'oya emas. Xuddi shunaqa ikkalamiz o'tirib gaplashilingan narsa. O'sha payt biz именно avtoblog sohasida hali hech kim qilib ko'rmagan narsaga qadam bosmoqchi bo'lganmiz. Bunda faktichески olib qaraydigan bo'lsak, rostdan ham o'ltlar bo'lsa o'zlari eslaydi, 2023-yil avtoblogerlar soni juda kam edi. Именно agar mana bunaqa turdagi deb aytsak, driftda yoki poygalarda men lishni o'zim juda kamdan kam ko'rardim. Bo'lsa 2 yo 3 ta bloger bo'lardi. Men bilganim Unicars bo'lardi, legendarniy. Da. Вот boshlayapmiz buni. Birinchi qadamlarimizni qo'yapmiz. Sekretni ochaman. Endi eski podpисчиклар birinchilar bo'lsa eslaydi, birinchi videolarda bizda BMW Merc bo'lmagan. Bizda что у нас было? У нас было Kia. Kia, там, скажу, o'zbekskiy mashinalar bor, там GM bo'lgan, Nexia, Captiva, a BMW, Merclar u уже вообще другой этап, u bosqich. Hozir men GM haqida tushuntiraman. Endi birinchi ochganmiz, mana qaranglar. Heytlarni qopi bilan kelgan bizga, uydagilardan, o'rtoqlardan, tanish bilishchilardan. Endi ko'plar aytadi-ku, biz boshlaganimizda ko'plar heytigan, lekin haqiqiy heytni biz yeb ko'rganmiz boshlaganimizda. GM bo'lgan paytlar men hozir akamga savol beraman, chunki u payt men oddiy operator bo'lib yordam berganman, chunki men bu narsalarni tushunganman aytagidalik. Akamda faqat svязь kuchli bo'lgan, mashinalar o'rtoq, o'zini o'rtoqlari bo'lgan. Tushuntiring, qanaqa bo'lgan GMda? Bizda boshida GMda syomkalar qilgan paytimizda, aslında birinchi syomka eslaysanmi, Davron, Salim, Nexia 3 Malibu Captiva'da boshlaganmiz. Menda o'shanda shunaqa zo'r ощущение, shunaqa zo'r emotsiyalar bo'lgan birinchi videodan. Menda o'shandan keyin motivatsiya yanada kuchaygan. Bu tarix uzoqga cho'zilmadi. Именно GMga keladigan bo'lsak, 2 hafta biz kontent oldik, undan keyin meni o'zimni shaxsiy ishlarim chiqib qoldi, o'qishlarim bo'lib qoldi. Men chetga uchishim kerak bo'lib qoldi. Majorka Tashkentda vaqtinchalik to'xtab qoldi va eng qizig'i, men Istanbulda bo'lgan paytim qarayapman, qayerdandir yangi postlar, yangi
kontentlar qo'yilyapti va bu kim? Istoriya qanaqa bo'lgan? Siz o'sha aytganidek kontent to'xtagan. Bir hafta, 2 haftacha kontent umuman qo'yilmagan. O'zi yaqinda ochilgan akkaunt bo'lgan. Qarasam, video qo'yilmayapti. Akkaunt menda turibdi. Dostуп akamda bo'lganda, также menda ham dostуп bo'lgan. Qarayapman, qo'yilmayapti, chunki ochilishdan maqsad ras bizda bitta narsa bor, ras nimadir boshladingmi, uni olib ketishga обязанность. Потому что qanaqa намерениялар bilan ochganmiz, qanaqa orzular bilan ochganmiz bu akkauntni. Men u akkauntni olib продолжить qilishga qaror qilganman. Ana o'shanda haqiqiy majorka boshlangan. Haqiqiy. O'shandan keyin paydo bo'lgan BMWlar, Merslar. No, в принципе, keyin nima bo'lganidan hammalarning xabaringlar bor. Majorka Toshkentning boshlanishi qanaqa bo'lganini hammasini tushuntirib bera oldim degan umiddaman. No, в общем, o'rtoqlar sizlar tushundinglar degan umiddamiz. Biza gap qisqacha qilib, korotki и ясно gapiradigan bo'lsak, biza Majorka Toshkent yo'nalishini, kontentni o'zgartirmoqchimiz. Qanaqa o'zgartirmoqchimiz? Biz buni sizlarga sir qilib qoldiramiz, lekin podskaskalar bor. Absolyutно hammasi legalni bo'ladi. Hech qanaqa azartni, shashki, tam driftlar, qonunga. Shu joyda ozgina bo'laman. Driftlar to'xtaydi faqat O'zbekistonda. Это загадка bo'lib qolsin. Da. No, a так biz Abakir bilan o'tirib gaplashib oldik, что bundan keyin всё именно O'zbekiston ichida legalniy vlog olishga qaror qildik. Вот bu vlogga sizlar уже keyingi mana shu YouTube kanaliga qo'yiladigan vlogda ko'rib hammasini o'zinglar bilib olishingiz mumkin. O'rtoqlar, ming bor uzr so'rayman. Ruscha, o'zbekcha aralashtirganimga, потому что menga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa gapirishga o'rganib qolganman. Maksimalni harakat qildim. To'g'risi, oson bo'lmadi o'zbek tilida vlog olishga. Biz anchadan beri o'zi umuman vlog olmayotgandik. Ровно 1 yil. Da, o'shaning uchun частично ozgina qiynalamiz, но sizlar bilan birgalikda o'rganib ketamiz. Я надеюсь, вы нас поддержите, поддержка qilasizlar degan umiddamiz. Like'larni bosib qo'yinglar, чтобы keyingi vlog tez chiqishi uchun kommentariylarni Bizdan сногсшибательный vlog, sizlardan like bilan поддержка и всё. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar Majorka Toshkent kanalida bo'ldinglar. Keyingi выпускgacha.